Kuni ishdan charchab kelasan, o'g'lingga telefon qilishing kerak, darvozani ochgan. O'g'lim, yaxshimisan? Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Zo'r rahmat, eshikni ochib qo'y. Dada, Ha, ko'rdim. Asıl pultda 3 burchagi turibdi dada. Qani 3 burchagini? Ha, bor ekan, nima bu? 3 burchagida ezinta dada. Mana bosdim. Nima bo'lyapti? Qaranglar. Do'stlar, mana sizga yangilik. Endi o'g'lingizni kechqurun uxlayotgan bo'lsa, bezovta qilishingiz keragi yo'q. Buni zo'r tomoni avtomatik darvoza bo'ladi. Eng qizig'i tevaga pastga ham ishlaydigan bo'ladi. Eng qizig'i to'k rasxoti arzimagan bo'ladi. Svet o'chib qolsa nima qilaman desangiz, do'stlar, svet o'chib qolsa, do'stlar, ruchnoyda ham ya'ni boshqarsangiz bo'laverar ekan. Buni xohlasangiz garajga, xohlasangiz mana shunaqa gibrid holatda bemalol ya'ni darvozaxonangizga uстановка qilsangiz bo'laverar ekan. Ushbu uyimizga ikkita yonma-yon uyga, ya'ni aka-ukalarning uyga xuddi shunaqa holatda chiroyli qilib 42 kvadratga avtomat tupli darvoza qilib berishgan. 1 kvadratining narxi do'stlar eng arzoni garajdagi 110 dollardan boshlanar ekan. Darvozalarga bo'lsa do'stlar 150 dollardan boshlanar ekan. Bu narxlar ichida O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановка mutlaqo bepul. Zakaz berish uchun kalamiz nomerlar pastda qoldi.